Assalomu alaykum do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xohlasa, bugun sizlar bilan qanaqa qilib PHP kutubxonasini noldan qurishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa, sizlarning kompyuterlaringga kompozor o'rnatilgan bo'lishi kerak. Albatta PHP ham bo'lishi kerak. Bo'lmasam boshlaymiz. Birinchi bo'lib, loyihamizni saqlash uchun men folder yaratib olaman. Nomini number Word deb nomlayman. Papga kirib olgandan keyin kompozor yordamida init buyrug'ini berib, yangi loyiha yaratishni boshlayman. Bu bizdan loyihamizning nomini so'rayapti, ya'ni kutubxonaning nomini. Kutubxonaning nomi qanaqa bo'ladi? Kutubxonaning nomi ikki qismdan iborat bo'ladi, ya'ni nomi, keyin vendor name bo'ladi. Vendor name asosan ko'pchilik foydalanadi GitHub username'ni. Menda bitta hozir kompyuterimdagi userni olib, unga loyihani hozir papkani nomini beryapti. Bu tavsiyaviy albatta. Buni xohlasak o'zgartirsak bo'ladi. Men Usmonaliyev number 2 Word deb nomlayman loyihamizning nomini. Description'ni kiritsak bo'ladi. Xohlasak va albatta xohlamasak tashlab o'tkazsak bo'ladi. Bo'sh qoldirib ketsak ham bo'laveradi. Xohlasalar enter deb bosib yuborishlar mumkin. Xohlasalar izoh kiritsalar ham bo'ladi. Bu yerda avtorlarni ro'yxatini bersak bo'ladi. Bu ham uncha muhim emas. Buni keyinchalik bitta o'zi hozirgi hamma narsalarni keyinchalik ham o'zgartirib olsak bo'ladi kompozitsion faylda. O'shaning uchun unchalik e'tibor berish shart emas. Minimum stability nimaga kerakligini aytib o'taman. Bu loyihamizga shu kutubxonamizda qanaqadir yana kutubxonalar ishlatmoqchi bo'lsak, o'shalarda qanaqa holatda bo'lishi kerakligi. Ya'ni ular stabil holatda bo'lishi kerakmi yoki beta holatda ham bo'lsa bo'laveradimi? Shuni anglatadi. Bu yerda ham default qiymati buni stabil, o'shaning uchun shunchaki enter deb bosib o'tyapman. Hop, package type, ya'ni bu yaratilayotgan narsa nimaligi? Bu kutubxonami, loyihami yoki meta package, composer plugin, shunga o'xshagan narsalarmi? Buni default qiymati library. Bizi holatda kutubxona, biz aynan shuni olamiz. Shuning uchun enter deb bosib o'tdik. Hop, litsenziyani turi. Litsenziyasini turi, agar litsenziyani turlarini bilmaydiganlar bo'lsa, bu yerda eng mashhuri, eng ko'p ishlatiladigani bu yerda MIT litsenziyasi, ya'ni bu open source kutubxonalar uchun, open source proyektlar uchun ishlatiladi. MIT litsenziyasi. O'shani tanlab berdik. Hop, keyingi qadamda biz requirementlar e'lon qilsak bo'ladi. Bu yerda eng noqulay qismlardan bittasi. Shuning uchun bu qadamni o'tkazib yuborib, keyinchalik uni kompozor JSONdan yoki o'sha kompozor orqali boshqarilgani ma'qul. Tashlab o'tikaman. Bu kompozor dev requirementlar ro'yxati. Buni ham o'tkazitaman. Keyin avtomappingga kelyapmiz. Avtomappingda bizga aytilyapti src papkasi, ya'ni hozir biz ishimizni tugatganimizdan keyin yaratiladigan src papkasini shu namespace'ga biriktirilgan ekan. Avtomappingni qanaqa tushunsak bo'ladi? Real hayot misolida keltiradigan bo'lsam, yer yuzasidagi qaysidir joy, misol keltiraman, Toshkent. Hamma hozir Toshkent deganimda qaysidir joyni tushundi, ya'ni O'zbekistondagi bitta viloyatni tushundi. Bu ham xuddi shunday, ya'ni bu xuddi nom, ya'ni Toshkentdagi nom, bu o'sha manzilni bildiradi. Avtomapping shu uchun ishlaydi. Keyingi qadamga o'tamiz. Keyingi qadamda bizdan confirmation so'ralyapti, ya'ni yaratiladigan, generatsiya qilinadigan kompozor JSONni biz ko'rib tasdiqlab olishimizni so'rayapti. Bizga shu ma'qul, enter deb bosamiz. Hop, biz buni confirm qilganimizdan keyin bizga nimalar xabar berilyapti? Bizga fayllar generatsiya qilinganligi va avtomapping sozlanganligi va qanaqa qilib biz avtoloaderni yuklab olishimiz kerakligi va undan qanaqa qilib foydalanishimiz kerakligi aytib o'tilyapti. Bugungi videomizda shular. Nasib qilsa keyingi videomizda yaratilgan fayllar va folderlar haqida gaplashib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.